Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Charchamasdan tinchlikmisizlar? Bugun ko'rsatilgan narsamiz sizlarga teraga turli haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Hozir sizlarga qisqacha ma'lumot beraman. Endi ochiqilib, ichlariga tintani surib qirma qilib chiqqanmiz. Mana tepa pastasiga karniz qismimizga rang berganmiz. Rang berib, mana rang ichlaridagi ranglarni to'g'riroq seriyni ozgina yengilroq qo'yib isitib qo'yganmiz. Va buni ustiga tinta surib, shu otkopga bo'lganimizdan keyin, mana holatda bo'lgandan keyin va bu qismiga kelib surib chiqamiz liniyalarga. Ko'siga bilan tengini o'tib chiqqan soy jo'ralanadi. Oldingi holatda anaqa edi. Va kelib surganimiz anaqa bo'lib turibdi. Kelib surgan joyimizga va tirlamizni kesib olib, birin-ketin yopishtirib chiqamiz. Yopishtirib chiqib bo'lganimizdan keyin mana qilib cho'tkilab tozalab olsak, kelib qatga surilgan bo'lsa, tilla ham shu joyga yopishib qoladi. Umumiy qaralganda hechqana emas, bu ham nejniy va yoqimli rang bo'lib turibdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunaqangi tiyaga xizmatlari, atashenta, hududsiz ishlar, va yana boshqa ishlar bor, xizmatlar bo'lsa, dekorativ ishlar bo'lsa, bizga aloqa chiqib qolsa, telefon raqamimizni qoldiramiz. Mana qilib tilamizni korobkasiga solganmiz va qoqilganda zarlar bo'lib turadi. Bitta kompressor havosi haydab olsa, tushirib olsa, hammasi tushib ketadi. Yaltirashlar juda ham zo'r, qoraymaydi. Uncha tillardan yaltirashi kuchli. Yillar davomida qoraymasdan, o'zini xususiyatini yo'qotmasdan xizmat qilib keladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Kelib surilgan joyda o'zigina qoladi, kelib surilmagan joyda tushib ketadi. Ko'rsanglar bo'ladi. Yaltirashlar juda ham zo'r. Oddiygina tiyagaga shunaqangi mehr berib chiroyli qilib ishlasanglar, hamma narsa zo'r chiqadi, go'zal bo'ladi. Hali xonamizda uni isitibdi. Biz sizlar hammasini qilib chiqamiz. Xudo xohlasa zo'r chiqadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, tiyaga, lepka, malyaka, gipskardon, tarkib xizmat, hududsiz ishlar, atachenta, trafaret, vensanka, hammasini biz o'zimizda mavjud. Pastda raqamlar qoldiramiz, aniq qilib chiqinglar. Ishimiz sifatli, juda ham chiroyli qilib sifatli topshirib beramiz. Rahmat.